Assalomu alaykum qarindoshlar. Darsimizga xush keldinglar. Bugun biz sizlarga Adobe Photoshop programmasini haqsiz bir şekilde qaçılashni ko'rsatib o'tamiz. Biz burun bu videoni bir qatim ishlab bo'lgan, ammo u videoni ishlagan chaqdagi ulanishlar hozir normal ishlamas holatga kelib qopti. Shunga inkaslarni topshirib olgandan keyin biz bu videoni yangilash qaroriga keldik. Bizning hamma programmalarni yana chiqarish niyatimiz bor oldingi o'xshash, ammo hozir damonliqqa boshqasininki Photoshopdan boshqasininki virus bo'lmagan, ham aktivlash oson bo'lgan, ham nima degan chaqda ingliz tanlash bo'lgan holatdagi mushu 3 iqtidor, ya'ni 3 muhim nuqtasi bo'lgan programmalarni tepishda qiynalib qoldik. Shuning uchun mushu Photoshopning bo'lsa hozircha sizlarga sunishni qaror qildik. Inshaalloh agar boshqalarini topa olsak, uni sizlarga sunishga tayyormiz. Unda bo'lsa, men bir ko'rsatib o'tay qanday qilganimizni. Avval sizlarga bir torbat ulanishni berma. Mana ko'ngildagidek. Bu Mega deb bir tor bekat va bu tor bekatga bu Photoshopninki mushu adreslarga qachirilmoqchi bo'lgan nusxasini o'zini bu yerga chiqarib qo'ygan holatni topdik tordan izlab. Shuni buni cho'lganda sizlarga tushirish ulanish qilib videoni ostida beramiz. Buni tushirish uchun qanday qilamiz? Udul ochsanglar mush tor bekat ochiladi. Anadan keyin cho'lgan chaqda 10 knopkasini chekib qanday qilamiz degan chaqda mana buning ustida turib, mana Photoshop PS 2019 degan ustida turib, qanday qilamiz download deganini chekirib, download as zip deganni bossak, bu zip holatda tushishga boshlaydi. Buni bosinglar. Tushirib olgandan keyin bu yerdagi hujjatimizni bu RAR oltidan yeyib chiqarib olsak yaxshi bo'ldi. Yaymaymiz desakmi, yana bo'laverdi. Masalan, qanday qilamiz? Qo'sh chekib ochimiz. Ochgandan keyin bu shaklda keladi. Anadan keyin deganda Adobe PS 2019 ni chekirdik. Bu yerdan degan chaqda setup deganni qo'sh chekdik. Anadan keyin deganda bu echilyapti mana. Echilgandan keyin deganda biroz saqlaydi, echilib olsin. Echildi mana. Echilgandan keyin evet hayır deb bir uchur chiqdi ekranga, evet deymiz. Anadan keyin degan chaqda bu shaklda bizni bir qachilash ekrani kutib oldi. Bu yerdagi eng yaxshi bir nuqta qaysi degan chaqda bu nimaninki bu Photoshopning yaxshi yeri, bu yerda til tanlaydigan yeri bor. Hamda biz Photoshop darsimizda burun balalarga türkçe o'tgandik. Keyin hamda balalarga mush inglizcha o'tishningga texim yaxshi ekanligini his qildik. Shunga biz bu yerda ingliz Photoshopni ishlatishni tavsiya qildik. Balalar türkçe qachilanib qilib inglizga almashtirolmay, buni qiynalganligi uchun buni biz alayda tavsiya qilamiz. Bu yerga kirib dildan degan chaqda ustiga qarasak, bu yerda nima deb bor deganda yerda bu yerdagi eng yaxshi yeri nima degan chaqda turkcha til tanlaydigan yerininki inglizga almashtirib bo'ldigan yeri bizga eng yaxshi. Qarasanglar mana bu yerda English deb bir nusxasi bor. Englishning ichidan churganda yadamul arabiya deganni tanlab qo'ysanglar, ingliz bilan birga eng yaxshi yeri nima deganda Uyg'urcha xatlarni yozganda nihoyat yaxshi qo'llaydi degan gap. Mishadagi yadamul arabiya English deganni tanlashni qat'iy unutmanglar. Buni bosdik. Anadan keyin degan chaqda konum deganni varsaylan konum shaklda bo'libasi bo'ldi. Davom deganni bosgandan keyin qachilash boshlandi. Unda men davomni bosdim. Hozirning o'zida qachilashni boshlab ketdi. Bu qachilash jarayonida kompyuterning surati tiz bo'lsa, birdan qachilab bo'ldi. Qachilab bo'lgandan keyin uni aktivlashning hojati yo'q. Ya'ni lisensiya to'lashning hojati yo'q. Bu qachilab bo'lgandan keyin normal ishlashga boshlaydi, ham aktivlar deb bizden so'rab o'ltirmaydi, aktivlar demaydi. Yaxshi yer bu. Hozir qachilyapti. Balkim tushirish adresi agar yana ashunday ishlamas bo'lib qolsa, biz boshqa adresni qo'yib qo'yishimiz mumkin. Shunga aşağıdaki ulanish adresini besib tushirib olsanglar bo'ladi. Xo'sh, unda qachilinib bo'lgandan keyin biz Photoshopni qo'zg'ataylik. Photoshopni qo'zg'atish uchun boshlash tizimiga kirdik. Bu yerdan deganda qarab boqadigan bo'lsak, Photoshop deb qachilinibdi. Mana Adobe Photoshop CC 2019 debdi. Buni bosdim. Sol tarafda ekranimiz qo'zg'aldi. Anadan keyin degan chaqda udullam ochildi. Photoshopning o'zi qarasangiz bu shaklda. Photoshop ochilgandan keyin normal ishlasak bo'ldi. Mana create new dedik. Anadan keyin degan chaqda bu yerda web dedik. Ani artboard to'g'ri elevate create deganni bossak, hozirning o'zida Photoshop normal qurildi.
Bu yerdeki en yaxshi yerning birisi nima degan chaqda, bu yerda bizningki xat yozgan chaqda degan chaqda Uyg'urchani bevosita qo'llashi. Unda degan chaqda biz bu yerdan qarab baqili, xarakter ko'zligini açsaq, bu yerdan paragrafni açsaq, qaranglar bu yerda Uyg'urcha, arabcha yoki bo'lmasa degan turkcha, inglizcha yozgan chaqda doim ishlatadigan tangshaklarning birisi. Bu tangshaklarning bo'lishi bizning ishimizni osonlashtirdi. Tamam. Unda bugunlik dersimiz bu yerda oyoqlashdi. Hammangizga Allohga emanet.